Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson, shuningdek ota-onasi, bobosi yoki buvisi pensiyada bo'lgan har bir oila uchun juda muhim bo'lgan yangilikni tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar ayrim majburiy to'lovlardan to'liq ozod qilinishi haqida ketmoqda. Bu oddiy xabar emas, chunki ko'p odamlar aynan shu to'lovlar sabab har oy pensiyasidan bir qismini yo'qotib kelgan. Hujjat ishlari uchun ortiqcha xarajat qilgan yoki qaysi joyda to'lash kerak, qaysi joyda to'lamaslik kerakligini bilmay qiynalgan. Men bu mavzuni sodda tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntiraman. Oldin qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kimlar bundan foydalanadi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi holatlarda imtiyoz qo'llanmay qolishi mumkin va eng muhimi, pensioner o'z haqini qanday talab qilishi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan oxirgi bosqichda, ya'ni hujjat topshirish va to'lovni rad etish holatlarida yuz beradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot bir kun kelib sizga yoki yaqinlaringizga pul tejab beradi. Avval vaziyat qanday bo'lganini tushunib olaylik. Pensioner odam davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsa, ma'lumotnoma olmoqchi bo'lsa, ayrim ariza. Ko'chirma, qayta rasmiylashtirish, hisob-kitob yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq jarayonlarda belgilangan to'lovlarni to'lash kerak bo'lgan. Ko'pchilik buni kichik pul deb o'ylaydi. Lekin men amaliyotda ko'rganman. Pensioner uchun 20 ming so'm ham, 50 ming so'm ham, 1 ming so'm ham katta mablag'. Chunki pensiya oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal xarajat, yo'l haqi va kundalik ehtiyojlarga bo'linadi. Masalan, bir pensioner onaxon subsidiya, kadastr, tibbiy ma'lumotnoma yoki boshqa davlat xizmati bo'yicha murojaat qilsa, unga avval to'lovni amalga oshiring deyilgan. U odam qonunni bilmasa jim to'lagan. Ba'zan farzandi kartadan to'lab bergan. Ba'zan o'zi navbatda turib bank kassasiga borgan. Eng yomoni, ayrim holatlarda pensioner imtiyoz borligini eshitgan. Lekin joyida bizda bunday imtiyoz ishlamaydi. Tizim chiqarmayapti. Hamma to'laydi degan javob olgan. Mana shu noaniqlik ko'p norozilikka sabab bo'lgan. Endi 1 iyuldan boshlab asosiy o'zgarish shundan iboratki, belgilangan toifadagi pensionerlar ko'rsatilgan to'lovlardan to'liq ozod qilinadi. Ya'ni pensionerning maqomi tasdiqlansa, u o'sha xizmat bo'yicha pul to'lamasligi kerak. Bu yerda eng muhim gap to'liq ozod degani. Bu chegirma emas, yarmini to'lash emas, keyin qaytarib olish emas. Agar xizmat imtiyoz ro'yxatiga kirsa va fuqaro pensioner sifatida tasdiqlansa, to'lov undirilmasligi kerak. Endi kimlar bundan foydalanishi mumkinligini aniq tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar. Ya'ni erkaklar va ayollar belgilangan pensiya yoshiga yetib, rasmiy pensiya tayinlangan bo'lsa, ular pensioner hisoblanadi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar bilan bog'liq holatlar ham ayrim xizmatlarda alohida ko'riladi. Lekin har bir xizmatda asosiy mezon bitta. Shaxsning pensiya oluvchi sifatidagi maqomi rasmiy bazada ko'rinishi yoki hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Keling, oddiy misol qilaman. Toshkent viloyatida yashovchi 800 yoshli otaxon davlat xizmatlari markaziga borib, uy-joy bilan bog'liq ma'lumotnoma olmoqchi. Oldin unga xizmat haqi yoki yig'im aytilgan bo'lishi mumkin. Endi agar mazkur xizmat imtiyoz ro'yxatida bo'lsa, otaxon pasport yoki ID kartasini taqdim etadi. Xodim tizim orqali uning pensioner ekanini tekshiradi va to'lov talab qilinmaydi. Agar xodim baribir to'lov chiqyapti desa, otaxon men pensionerman. 1 iyuldan boshlab ushbu to'lovdan ozod qilinganman, iltimos. Imtiyozni tizimda tekshiring deb talab qilish kerak. Yana bir misol. Samarqandda yashovchi 63 yoshli onaxon pensiya oladi, lekin uning plastik kartasi qizining qo'lida. U ayrim hujjatni rasmiylashtirish uchun kelganda 7 ming so'm to'lov so'raldi. Agar onaxon imtiyozdan bexabar bo'lsa, mayli, bolam to'lab beradi deb to'lab yuboradi. Ammo endi u bilish kerak. Pensionerlik maqomi shaxsga tegishli. To'lovni kim amalga oshirishi muhim emas. Agar xizmat pensionerlar uchun bepul belgilangan bo'lsa, qizi to'lab berishi shart emas. Hujjat onaxon nomidan olinayotgan bo'lsa, imtiyoz ham onaxon nomiga qo'llanadi. Uchinchi misol. Farg'onada yashovchi pensioner otaxon elektr, gaz yoki boshqa kommunal masalalar bo'yicha idoraga boradi. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Hamma kommunal to'lovlar avtomatik ravishda bekor bo'ldi degan xulosa qilmaslik kerak.
Agar yangilik aynan xizmat haqi, ariza ko'rib chiqish, ma'lumotnoma, qayta ulash yoki texnik ko'rik bilan bog'liq to'lovlarga taalluqli bo'lsa, imtiyoz o'sha to'lovga qo'llanadi. Lekin iste'mol qilingan elektr, gaz, suv yoki issiqlik uchun asosiy hisob-kitob alohida masala bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner har doim bu to'lov nimaning uchun deb so'rashi kerak. Agar bu xizmat yig'imi bo'lsa, imtiyoz bo'lishi mumkin. Agar bu real iste'mol qilingan resurs haqi bo'lsa, boshqa qoidalar qo'llanadi. 4-misol raqamlar bilan. Aytaylik, pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U bir oy ichida 2 marta davlat xizmatidan foydalanadi. Birinchi xizmat 45 ming so'm, ikkinchi xizmat 5 ming so'm. Oldin u jami 1.30 ming so'm to'lashi kerak edi. Bu uning pensiyasining taxminan 1/10 qismiga yaqin. Endi agar har ikkala xizmat imtiyoz doirasida bo'lsa, pensioner bu 1.30 ming so'mni o'zida olib qoladi. Bu pul dori-darmonga, oziq-ovqatga yoki nabirasiga yordamga ishlatilishi mumkin. Mana imtiyozning hayotdagi real ta'siri shunda. 5-misol. Pensioner qishloqda yashaydi, tuman markaziga borish uchun yo'l haqi sarflaydi. Agar u bir hujjat uchun 4 ming so'm to'lasa, yo'lga yana 3 ming so'm ketadi. Ovqat yoki boshqa xarajatlar bilan dokumentiv 7 ming so'm bo'lib ketadi. To'lovdan ozod qilish faqat pulni tejash emas, balki odamni ortiqcha ovoragarchilikdan ham himoya qiladi. Chunki xodimlar imtiyozni to'g'ri qo'llasa, pensioner bankka borib kvitansiya to'lashga majbur bo'lmaydi. Ortiqcha navbatda turmaydi. Kimlar xavotir olmasligi kerak. Agar siz rasmiy pensiya olsangiz, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, ID karta yoki pasportingiz bazada to'g'ri ko'rinsa, pensiya tayinlangani bo'yicha ma'lumotlar elektron tizimda mavjud bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Shunchaki murojaat qilgan joyingizda pensioner ekanligingizni aytasiz va imtiyoz qo'llanishni so'raysiz. Kimlar xavotir olishi kerak? Pensiyasi yaqinda tayinlangan, lekin bazada hali ko'rinmayotganlar, familiyasi, ismi yoki tug'ilgan sanasida xatolik bo'lganlar, ID kartani yangilagan, lekin ma'lumotlar bog'lanmaganlar, boshqa hududdan ko'chib kelgan va ro'yxat ma'lumotlari yangilanmaganlar. Mana shunday holatlarda imtiyoz bor bo'lsa ham tizimda chiqmasligi mumkin. Endi istisnolar va nozik jihatlarga o'tamiz. Eng katta xato shuki, odamlar pensionerlar barcha to'lovlardan ozod qilindi deb tushunib olishadi. Men buni juda aniq aytaman. Har doim to'lovning turi muhim. Davlat boji, xizmat haqi, yig'im, ariza ko'rib chiqib to'lov, ma'lumotnoma narxi, texnik xizmat haqi, jarima, qarzdorlik, iste'mol qilingan xizmat summasi, bularning hammasi bir xil narsa emas. Imtiyoz qaysi to'lovga berilgan bo'lsa, faqat o'sha to'lovga qo'llanadi. Masalan, pensionerning eski qarzdorligi bor. U ilgari kommunal xizmat uchun 300 ming so'm qarz qilib qo'ygan. Iyuldan imtiyoz kirdi deb u eski qarz avtomatik o'chadi deb o'ylamasligi kerak. Agar hujjatda qarzdorlikni kechirish haqida alohida norma bo'lmasa, eski qarz saqlanib qoladi. Lekin shu qarz bilan bog'liq ma'lumotnoma yoki ayrim xizmat yig'imi bo'lsa, u alohida ko'riladi. Demak, qarz boshqa, xizmat to'lovi boshqa. Yana bir nozik jihat, imtiyoz shaxsiy murojaatga tegishli bo'lishi mumkin. Aytaylik, pensioner o'z nomidagi uy bo'yicha hujjat olyapti. Bu holatda imtiyoz qo'llanishi mantiqan to'g'ri. Lekin pensioner farzandining nomidagi tadbirkorlik obyekti, do'kon yoki firma uchun hujjat olishga vakil bo'lib borsa, bu yerda imtiyoz avtomatik ishlamasligi mumkin. Chunki xizmatdan foydalanuvchi haqiqiy subyekt pensioner emas, balki yuridik shaxs yoki boshqa fuqaro bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat kimning nomidan rasmiylashtirilayotganini aniqlash juda muhim. Yana bir holat. Pensioner ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar ishlaydigan pensionerga imtiyoz berilmaydi deb o'ylaydi. Umumiy qoida bo'yicha, agar imtiyoz pensiya oluvchi maqomiga bog'langan bo'lsa, odam ishlayaptimi yoki yo'qmi? Bu ikkinchi darajali masala. Lekin ayrim maxsus to'lovlarda daromad, mulk, faoliyat turi yoki ariza maqsadi hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun ishlaydigan pensioner ham o'z huquqini so'rashi kerak. Lekin xizmatning aniq qoidasi bilan tanishishi zarur. Pitfall, ya'ni ko'rinmas tuzoqlardan biri xodimning og'zaki rad javobi. Amaliyotda ko'p ko'raman fuqaro keladi, xodim sizga imtiyoz yo'q deydi. Fuqaro qaytib ketadi. Bu noto'g'ri. Har qanday rad javobi asosli bo'lishi kerak. Siz xodimdan muloyim, lekin qat'iy tarzda qaysi normaga asosan to'lov talab qilinyapti deb so'rang. Agar tizimda imtiyoz chiqmayotgan bo'lsa, rad javobini yozma shaklda bering deng.
Ko'pincha yozma-rad so'ralganda masala qayta tekshiriladi va xato topiladi. Ikkinchi tuzoq, to'lovni oldin qilib, keyin qaytarib olishga urinish. Agar siz imtiyoz bo'lish kerakligini bilsangiz, to'lovni shoshilib amalga oshirmang. Chunki pul to'lab yuborilgandan keyin uni qaytarish uchun ariza, kvitansiya, bank ma'lumotlari, xizmat ko'rsatilmagani yoki noto'g'ri undirilganini isbotlash talab qilinishi mumkin. Bu esa vaqt oladi. Eng to'g'ri yo'l to'lovdan oldin imtiyozni aniqlash. Uchinchi tuzoq, qarindoshlar nomidan murojaat qilish. Masalan, pensioner onaxonning o'g'li davlat xizmatlari markaziga boradi va onasi nomidan hujjat oladi. Agar ishonchnoma yoki elektron vakolat to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, xodim imtiyozni qo'llashda qiynalishi mumkin. Chunki tizim murojaatchi sifatida o'g'lini ko'rishi, xizmat oluvchi sifatida esa onani alohida ko'rsatish kerak. Shuning uchun vakil orqali murojaat qilganda hujjatlar to'liq bo'lishi shart. 4-tuzoq, hududlar bo'yicha turlicha tushuntirish. Qonun yoki qaror respublika bo'yicha amal qilsa ham, joylardagi xodimlar uni bir xil tushunmasligi mumkin. Bir tumanda bepul deyishadi, boshqa tumanda to'lov so'rashadi. Bunday paytda siz tortishib, asabiylashib ketmang. Men tavsiya qiladigan yo'l, xizmat nomini, to'lov summasini, murojaat sanasini, xodim aytgan sababni yozib oling. Keyin yuqori tashkilotga yoki ishonch telefoniga murojaat qiling. Dalil bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. 5-nozik jihat, imtiyozning boshlanish sanasi. 1 iyuldan boshlab degani, odatda shu sanadan keyingi murojaatlarga taalluqli bo'ladi. Agar siz 25 iyunda to'lov qilgan bo'lsangiz, 1 iyuldan keyin endi qaytarib bering deyish har doim ham asosli bo'lmasligi mumkin. Lekin agar xizmat 1 iyuldan keyin ko'rsatilgan, to'lov esa oldindan noto'g'ri undirilgan bo'lsa, vaziyat alohida tekshiriladi. Kvitansiya va ariza raqamini saqlab qo'yish juda muhim. Endi eng muhim qism, pensioner nima qilishi kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni tayyorlang. Pasport yoki ID karta yoningizda bo'lsin. Hujjat muddati o'tmagan, ma'lumotlari aniq bo'lishi kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat ham kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensionerlik maqomini tasdiqlovchi ma'lumotni tayyorlang. Ko'p hollarda tizimning o'zi buni ko'radi. Lekin men har doim ehtiyot chorasi sifatida pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumotnoma yoki pensiya tushadigan bank kartasi bo'yicha ma'lumotni olib yurishni maslahat beraman. Bu hujjatlar har doim shart bo'lmasligi mumkin, lekin nizoli vaziyatda yordam beradi. 3-qadam, murojaat qilayotgan xizmat nomini aniq bilib oling. Hujjat olgani keldim deyish yetarli emas. Qaysi hujjat, qaysi xizmat, davlat boji bormi, xizmat haqi bormi, yig'im bormi? Xodimdan to'lov nimaning uchun hisoblanganini so'rang. Masalan, bu davlat boji hisoblanadimi yoki xizmat haqi deb aniqlashtiring. Chunki imtiyoz aynan to'lov turiga qarab qo'llanadi. 4-qadam, to'lov so'ralsa, darhol to'lamang. Avval shunday deb ayting: men pensionerman. 1 iyuldan boshlab pensionerlar ushbu turdagi to'lovlardan ozod qilingan. Iltimos, imtiyozni tizim orqali tekshirib bering. Bu gapni xotirjam, hurmat bilan ayting. Ba'zan xodim shunchaki belgilash tugmasini bosmagan yoki maqomni qayta tekshirmagan bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar imtiyoz rad etilsa, yozma asos so'rang. Iltimos, menga rad javobini yozma ko'rinishda bering yoki arizamga rad sababini kiriting deng. Og'zaki gap bilan uyga qaytib ketmang. Yozma asos bo'lsa, siz keyin shikoyat qila olasiz, yuqori tashkilot tekshiradi. Noto'g'ri undirilgan to'lov bo'lsa qaytarilishi mumkin. 6-qadam, kvitansiya va ariza raqamini saqlang. Agar baribir to'lov qilgan bo'lsangiz, kvitansiyani tashlab yubormang. Telefoningizda rasmga olib qo'ying. Ariza raqami, sana, xizmat nomi, tashkilot nomi, xodim bergan javob, bular keyinchalik dalil bo'ladi. Ko'p odam aynan kvitansiyani yo'qotgani uchun pulni qaytarib ola olmaydi. 7-qadam, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Shikoyat degani janjal degani emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Davlat xizmatlari markazi bo'lsa, yuqori boshqarmaga murojaat qiling. Kommunal yoki boshqa tashkilot bo'lsa, uning ishonch telefoni, rasmiy sayti yoki mahalliy bo'limi orqali yozma murojaat qiling. Murojaatda qisqa va aniq yozing: men pensionerman. Falon sanada falon xizmat uchun falon so'm to'lov talab qilindi. 1 iyuldan boshlab pensionerlar ushbu to'lovdan ozod qilinganini inobatga olib, holatni tekshirishni va to'lovni bekor qilishni so'rayman. Mana shunday yozilsa, masala aniq ko'rinadi.
8-qadam yaqinlaringizga tushuntiring. Ko'p pensionerlar internet ko'rmaydi, yangilikni bilmaydi. Idorada o'zini himoya qila olmaydi. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga, qo'shningizga, mahallangizdagi keksalarga ayting. Ular qaysi to'lovni to'lamaslik huquqiga ega ekanini bilsa, o'z pensiyasini asrab qoladi. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Huquqni bilishning o'zi yetmaydi, uni to'g'ri qo'llatish ham kerak. Pensioner idoraga borganda men bepulman deb umumiy gapirmasligi kerak. Aniq aytish kerak. Men pensiya oluvchiman. Ushbu xizmat bo'yicha to'lovdan ozod etilgan toifaga kiraman. Iltimos tizimda imtiyozni qo'llang. Mana shu tarzda gapirilsa, xodim ham masalani aniq tushunadi. Agar siz vakil sifatida ota-onangiz nomidan borayotgan bo'lsangiz, o'zingizning pasportingiz, pensionerning pasporti nusxasi, kerak bo'lsa ishonchnoma yoki vakolatni tasdiqlovchi hujjatni oling. Xizmat kimning nomidan ko'rsatilayotganini aniq yozdiring. Agar hujjat pensioner nomiga rasmiylashtirilayotgan bo'lsa, imtiyoz ham pensionerga nisbatan ko'rib chiqilishi kerak. Agar to'lov terminal yoki ilova orqali avtomatik chiqsa, darhol to'lashga shoshilmang. Ba'zi elektron tizimlarda imtiyoz alohida tanlanadi yoki ma'lumot qayta yuklanadi. Xodimdan imtiyoz qo'llangandan keyingi summa 0 bo'lishi kerakmi deb so'rang. Agar tizim baribir pul chiqarayotgan bo'lsa, texnik xato bo'lishi mumkin. Bunday holatda arza raqamini olib tuzatishni so'rang. Demak, 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun muhim yengillik joriy etildi. Belgilangan to'lovlar bo'yicha pensionerlar to'liq ozod qilinadi. Bu imtiyoz pensiya oluvchilarning xarajatini kamaytiradi. Hujjat ishlari va davlat xizmatlaridan foydalanishda yengillik yaratadi. Ayniqsa daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lgan keksalar uchun juda katta yordam bo'ladi. Lekin har bir pensioner va uning yaqinlari bitta narsani unutmasin. Imtiyoz qaysi to'lovga tegishli ekanini aniqlash, hujjatlarni tayyorlash, to'lovdan oldin tekshirdirish va rad javobi bo'lsa yozma asos so'rash shart. Shunda siz ortiqcha pul to'lamaysiz va o'z haqqingizni himoya qila olasiz. Sizning hududingizda pensionerlardan hali ham to'lov talab qilinyaptimi yoki imtiyoz to'g'ri qo'llanyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyat, qaysi xizmat va qancha to'lov so'ralganini ayting. Bu boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning bir oylik to'g'ri pulini, oziq-ovqat pulini yoki yo'l xarajatini saqlab qolishi mumkin.